Joriy yilning 17 fevral kuni Adliya vazirligida kontrafaktsiz oyligini samarali tashkil etish masalalariga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tadbirda Adliya vazirligi, manfaatdor vazirlik va idoralar, xususan Bojxona qo'mitasi vakillari, patent vakillari, advokatlar, ommaviy axborot vositalari hamda blogerlar ishtirok etdi. Tadbir davomida kontrafaktsiz oyligi doirasida belgilangan ustuvor vazifalar hamda kutilayotgan natijalar haqida batafsil ma'lumot berildi. Xususan 2026 yil 15 fevraldan 15 martga qadar respublika bo'ylab o'tkaziladigan kontrafaktsiz oyligi doirasida yirik savdo majmualari va bozorlarda "Biz kontrafaktga qarshimiz" shiori ostida targ'ibot bannerlarini joylashtirish, aholining kontrafakt mahsulotlaridan jabrlanishining oldini olish, iste'molchilar va tadbirkorlik subyektlarining intellektual mulk sohasidagi huquqiy savodxonligini oshirish, tadbirkorlik subyektlariga tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazishning afzalliklari va imkoniyatlarini tushuntirish, maxsus vakolatli organlar xodimlarining malakasini oshirish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Adliya vazirligi intellektual mulk sohasida asosiy davlat organi, vakolat davlat organi hisoblanadi. Demak, vazirlik vakolati doirasida intellektual mulk huquqlarini himoya qilish bo'yicha har yili demak, prezidentimiz qaroriga asosan 15 fevraldan 15 martgacha kontrafaktsiz oyligi o'tkaziladi. Demak, bu oylikni o'tkazishdan maqsad intellektual mulk sohasidagi intellektual mulk obyektlaridagi barcha huquqlarni himoya qilish, aynan mana shu yo'nalish bo'yicha demak, jadal profilaktik ishlarni amalga oshirish, vakolat tashkilotlari bilan hamkorlikda aynan huquqbuzarlik holatlarini aniqlash va demak, tegishli choralar ko'rish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Savol tug'ilishi mumkin. Demak, yil davomida bu narsa amalga oshiriladi. Yo'q, amalga oshiriladi. Aynan mana shu oylikda bu narsalar aynan kuchaytiriladi. Asosiy urg'u profilaktikaga beriladi. Aytaylik, tadbirkorlik subyektlari bo'ladimi, iste'molchilar bo'ladimi va boshqa turdagi demak subyektlarga aynan intellektual mulk huquqlari, ularni demak rioya qilish, ularda demak huquqbuzarlik sodir etadigan bo'lsa, ularga belgilangan javobgarliklarni tushuntirish va boshqa holatlar bo'yicha demak profilaktik ishlar amalga oshiriladi. Vazirlikning vakolati borgan sari intellektual mulk sohasi bo'yicha kengayib bormoqda. Xususan yaqinda demak Adliya vazirligiga bevosita kontrafakt mahsulotlarni aniqlash bo'yicha va ularni tekshiruv o'tkazish natijasida aniqlangan kontrafakt mahsulotlarni xatlovdan o'tkazish bo'yicha vakolatlar berildi. Bundan tashqari demak, qonunchiligimizda yangi o'zgartirish 18-sonli qonun qabul qilindi. Mana shu qonunga asosan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga tegishli o'zgartirishlar kiritilib, hozirgi kunda intellektual huquq buzilishi bo'yicha yetkazilgan zararga bog'lagan holda agar yetkazilgan zarar ko'p miqdorda tashkil qiladigan bo'lsa, bevosita jinoyat ishi qo'zg'atish bilan bog'liq demak harakatlar boshlandi. Shuningdek, matbuot anjumanida Adliya vazirligi, Bojxona qo'mitasi hamda patent vakillari tomonidan mualliflik va turdosh huquq obyektlarining kontrafakt nusxalariga qarshi kurashish yo'nalishidagi ishlar, intellektual mulk obyektlarini bojxona chegarasida himoya qilish, tovar belgilari bilan bog'liq kontrafakt mahsulotlariga qarshi huquqiy mexanizmlar, javobgarlik va sud amaliyoti masalalari haqida to'liq ma'lumot berildi. Tadbir davomida intellektual mulk obyektlarining huquqiy himoyasini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan video taqdimot namoyish etildi. Matbuot anjumani yakunida ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlarning savollariga batafsil javoblar berildi.